Hürmetlik vatandaş, bugünkü leşiyelerimizi başlayımız. Leşiyede size gacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü vaziyet ki alakadar meseleleri şark meselesi, Hamas ile İsrailiye meselesi, İsrailiye ve Hamas oturusu tinçlik gelişimi, görege elingan İsrailiyeliklerini Hamas'la koyup bir işi, ve şunun okşaş vakalar tüpeyli ottırgı çıktı bir siyaset, mesela Prezident Donald Trump'ın siyaseti. Yani ottırı şarık teyişlik siyaseti. Teyişlik teşebbüsü, hesapta bugünkü haberge qaraganda hazır Hamas, Palestin Kurallık Kuşlarının koşuluşuğa erişti. Bu bir ottırı şarık için yeni haber. Şundaqla dünya üçün bir yeni haber vatandaş. Avval sizlarga qisqa haberlerden malumat berip ahırda bu to'g'rida to'xtalaylik vatandaşlar. Bugünkü qisqa haberler. Amerika'nın Jungo'da turuşluq baş elçisi bisharat berdi ki Xi Jinping 4. Umumi yığında taxtın düşüdü. Laverness 10. ayının 4. günü yutup. Yani bir haber vatandaş, ciddi haber. Japonya'da alem özgürlüğü yüz verdi. Xi Jinping ciddileşti. Dünya hazır. Vahimelik bir tavrınış işe kirip geldi. Nazar, Ruyanın nazarı. 10. ayının 4. günü yutup vatandaş. Hem yerde kök giyimli garbi kişiler. Cemaat alaqzadı buluşqa başladı. Koçularını tuman qaplap ahir zaman yetip kelgendek. Huyiyennin Jungo'ga nazaret orbiti 10. ayının 4. günü yutup. Bu kök giyimli garbi kişiler, kök giyimli sahtı kişiler Azerbaycan yakı Jungo cemiyeti oturuğa çıktı. 2009 yıl 7. ayının 5. günü de Uyguristan'ın payitahtı Ürümçi'de namayiş, yani rənglik inqilab yüz bergende qattiq bastırış düşürdü. O vaxtı bolsa Jungo Kompartiyası Xitayning ichkari o'lkalaridan qora kiyimli saqchilarni avatib Uyg'ur namoyishchilarni bostirgan edi. Hozir Jungoning Beijing qatorli shaharlari ve başka şehirlerde o'xshashlar ko'k kiyimlik saqchilar ve harbiylar paydo bo'ldi. Xi Jinping taxtdan tush şuarı texmi aniq, texmi ochiq yangridi. Shanxay shahrida ko'pchilik tik-tak torbiti 10. ayının 4. günü yutup vatandaş. Ekranda yani bir haber. Kazakistan prezidenti endilikte Prezident Vladimir Putin'in yeni düşmeni bulup kalamdı. Yaki Kazakistan endilikte Prezident Vladimir Putin'in yeni düşmeni bulup kalamdı. Asli mavzu Rusya ve Ukrayna uğraşı daha ahırlaşmadı. Prezident Vladimir Putin yeni düşmenge duç geldi. Kazakistan, Rusya bu devletke xaris ilan kılgıcı keler ketimlik düşmenge aylanıdı. Bu yad ündeş belgesi koyulup tutumu vatandaş. Kazakistan peş, Rusya bu devletke xaris ilan kılgıcı keler ketimlik düşmenge aylanıdı. Şavya zaten torbiti. 10. ayının 4. günü yutup. Yani bir haber vatandaşım.
Xi Jinping yumşap ketdi. Qayta saylanmaslıqның halqılıq bir tərpi Tayvan. Xoşayın torbeti 10 ayının 14 günü yutub. Andı bir yerdə Xi Jinping 21 qurultayğı ülgürüb bardı. Yetip bardı, yana qayta saylanish kerak degan prezidagi qarta. Aytqanda bir yerdə halqılıq məsəl Tayvan məsələsi. Məsələn, o 21 qurultayda saylanaman desa uçaqam. Tayvanga parakandachilik elib keldi. Agar o 21 qurultayda saylanmayman, hozir taxtdan tushaman deydigan yeri kelsa, demak Tayvanga hujum qo'zg'ash niyatidan, iqbolidan yongan bo'ladi deb hukm qilmoqchi vatandosh. Yani bir xabar peshqadamlar ve pensiyaga chiqqan harbiy generallar Xi Jinpingni pensiyaga chiqishga da'vat qildi. Lao'ning torbeti kechiringlar 10 ayning 4 kuni YouTube. Yani bir xabar Zhang Yusha 5 minut ichida Xi Jinpingni elib ketalaymiz dedi. Zhang Yusha majburlash vositasini tayyorlab bo'ldi. 5 minut ichida Xi Jinpingni elib ketalaymiz dedi. Lao'ning torbeti 10 ayning 4 kuni YouTube vatandosh. Yani bir xabar Jungo Hindiston chegarasida keskin to'qinish yuz berdi. Jungo matbuotlari Jungo Hindiston chegarasida keskin to'qinish yuz berdi. Vaziyat keskin davolg'ish kelib chiqdi deb xabar qildi. Modi hukumati bostirishga buyruq berdi. Bu chegara to'qinish yuz bergandan keyin Hindistonda xalq ra'yi deb o'zgarish bo'ldimi qandaq? Ondaqda Modi kimga buyruq berdi? Kimni bostirdi? Gap mana shundaqda vatandosh. Biroq bu yerda Juntian TV 10 ayning 4 kuni YouTube. Biroq bu yerda Arliqda Hindiston putetipaqda Amerika Qo'shma Shtatlarga Jungoga yaqin bo'lib boqdi. Jungo bilan qadinas do'st aylanib ketish tas qilgan edi Hindiston. Yani Hindiston tuyuqsizda qandaq o'zgardi, qandaq ideyaga, fikrga keldi, buni hep ma'lum. Biroq hozir shu xabarda Hindiston bilan Jungo chegarasida keskin to'qinish yuz berdi deb aytibdi vatandosh. Bu torbet yani Juntian shundaq aytibdi vatandosh. Endi yana bir xabar. Amerika Jungo yuqori darajalikda suhbati amaldan qoldirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashmaydigan bo'ldi. США torbeti 1 soat ilgari mushak chiqishdan 1 soat ilgari 10 ayning 4 kuni YouTube. Arlaqdimda Rais Xi Jinping o'zini oldi. Koreyaga Osiyo Tinch okean hamkorlik yig'iniga bormayman dedi. Shundan keyin prezident Donald Trump bo'pti degandek ifoda bildirmadi. Undan keyin yana Rais Xi Jinping bo'ldi, men Koreya iqtisodiy hamkorlik yig'inida prezident Donald Trump bilan ko'rishaman dedi. Endi bugun bu США deganning xabarida endi Xi Jinping yanala Osiyo Tinch okean hamkorlik yig'ini. Yani bu yıl 11. ayda Kore'de açıldığı yig'inga qatnashmaydigan bu. Demek siz bundan ko'rasiz, hozir Amerika Jungo o'rtasizdagi munosabatlarda mayli uni siz jiddiy vaziyat deb atang, mayli siz uni normal vaziyat deb atang, mayli siz uni pastgo'yiga tushgan vaziyat yoki muqimlikka yuzlangan deb aytang, bu qandoq bo'lishdan qat'iy nazar vatandoshim, qandoqdir bir masala bo'yicha Beijing aldıravatıdı, tutuldavatıdı, hem Amerika Qo'shma Shtatlaridan mushu vaziyatni yumshatishni talab qilyapti ihtimal. Hozir unga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump javob bergan yo'q. Ma'qul degan yo'q.
Şunlaşqa Cungo hükümetinin reisi, sekretari Xi Jinping birden de Koreya yığınıga Asiya, Tinch Okean hamkarlık, iqtisadi hamkarlık yığınıga qatnaşıman deydi. Bir de qatnaşmayman deydi. Bu nima desiniz? Usul çare. Yoki bir xil vosita. Buning maqsadi nishoni nima desiniz? Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpni ayvashga keltirish yoki ma'qul deyish, ko'ndirish. Qandaqdir bir masala bo'yicha o'zicha prezident Donald Trumpga ishlatayotgan vosita. Undan boshqa narsa emas vatandosh. Agar undaq bo'lmasa bugun Koreyadagi yig'inga xalqaro yig'inga qatnashaman desa, atsi qatnashmayman desa, ya'ni bugun u amaldan qoldi. Endi prezident Donald Trumpning Koreyaga iqtisodiy hamkorlik yig'iniga Osiyo Tinch Okean berish amaldan qoldirildi desa, bu yerdagi reis Xi Jinpingning urinishlari Washingtonni ko'ndirish, Washingtonni ishontirish, Washington orqali o'zining obrazini qayta tiklashdan iborat bu urinishlari va yoki masala hal qilish choralari, usullarining hammasi berbat degan gap. Bugün berbat bo'ldi degan gap. Endi Sashaning mushiga bo'yicha yana qanday o'zgarish bo'ldi bilmaymiz. Hozir demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump yil oxirida Osiyo Tinch Okean tinchlik va savdo hamkorlik tashkilotiga yig'inga qatnashmaydigan bo'ldi, amaldan qoldirildi. Demak, buning ma'nosi Xi Jinping bilan ko'rishish mumkinligi yo'q chiqdi degan gap o'tandash. Yana bir xabar vatandoshim. Yaponiyada Jungoga ashaddiy qarshi turgan bir ayol vazir oxiri yetib keldi. Kishilar uni Yaponiyalik prezident Trump deb atashdi. Vazir bo'lg'ichi bu ayol Xi Jinpingning ashaddiy dushmani. Tanqid. Su shoxi 10-oyning 4-kuni yutib vatandosh. Endi dedik, başta en oxirgi xabarimiz Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump zo'r beshash hosil qildi. Hamas go'raga ilingan barliq kishilarni qo'yib berishga ma'qul bo'ldi. Mavzuli xabar 10-oyning 4-kuni Jungo nazari to'rbetida e'lon qilindi xabar. Bundoq boshlandi. Falastin qurolli qo'shinlari Hamas Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trumpning tinchlik planiga ovoz qo'shdi. Isroiliyalik go'raga ilingan barliq kishilarni qo'yib berishga ma'qul bo'ldi. Hamda G'azzoni boshqarish huquqini ham o'tkazib bergan bo'ldi. Ma'chon alomatini G'azzoni boshqarish huquqini ham o'tkazib bergan bo'ldi. Hamda bu tashkilot, ya'ni Hamas darhol yarashishga tayyorlik qilgan bo'ldi. Isroiliya bilan yarashishga tayyorlik qilgan bo'ldi. Prezident Donald Trump javob qaytarib munda ko'rsatdi. Hamasning uzun muddatli tinchlikni ishga oshirishga tayyorlik qilganligiga ishonaman. Demak, o'tirish shartda jidal beshikda o'tirish shartda hozir Isroiliya bilan Hamas yarashish qarab yuzlandi. Biz oldin kunlarda prezident Donald Trumpning mushu 9 oy ichida 6 o'rinda dunyoda yuz bergan konama yangi to'qinishlarni hal qilganligi to'g'risida to'xtalgan edi. Biz prezident Donald Trumpni Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyoda tinchlikning elchisi degan idoq vatandosh. Endi bu yerda hozir orliqda biz hozir dengiz, okean yoki Tayvan bo'g'isi vaziyati bo'yicha askar qo'shin yetkazish va harbiy parxodlarni o tarafga avatish degandek shunday harakatlar qisman oldi o'tirib chiqqan vaqtida urushga tayyorlik qilyotdi degan bo'ldik. Endi hisob toza qarasangiz, o tarafda urush deyli, masalan, bu tarafda tinchlik deyli.
Bularning hammasi men qarasam Prezident Donald Trumpning bir xil vositasi. Prezident Donald Trump dunyoviy elchi, yani tinchlik elchi bo'lishga munosibdir va mush yo'lni tanlab ketyapti vatandoshim. Hozirgacha qaraylik, endi vaziyatni mush yer yetib kelishini ko'rsak, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidenti Donald Trump Hamas bilan Isroiliyaning munosabatini yaxshilashda 20 turlik yoki 20 moddalik tinchlik kelishimi ekan vatandoshim. Bu qadamni tashlagan bo'lsa, demak, O'rta Sharqda tinchlik ishga ochdi degan gap vatandosh. Shuning bilan 6-7. Endi bu prezident Donald Trumpning otirabda urush qilishi, bu tarafda tinchlik degani nemisi, bu qanday siyosat deb savol qo'yishlar mumkin vatandosh. Bu ikkinchi Yevropa ittifoqida o'tkazilgan yig'inda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat emas, davlat mudofaa ministri Pat Hages, kechiringlar. Pat Hages nima dedi? Bir jumla so'z vatandosh. Tinchlik kerak bo'lgan bo'lsa, urushga tayyorlik qil. Amaliyotda siz shuni ko'rib yetasiz dunyo. Dunyo qarasang, bu dunyoning ichidagi qaysi davlatning mustabid vahshiyligini, masalan, Jungudek, Rossiyadek tajovuz davlat ekanligini ko'rib turibsiz vatandosh. Endi undaq davlatlarni oldiga berib, hadeb tinchlik degili bo'lmaydi vatandosh. Ular o tinchlik siz talayotgan shuarni o davlatlar qabul qilmaydi. Men bir qator misol oldim, masalan, alayli. Osama bin Laden tinchlikni, kishilik huquqni qabul qilmaydi. Saddam ham tinchlikni, kishilik huquqni qabul qilmaydi vatandosh. Shundaqli bugungi kunda Tayvanga tahdid solayotgan Jungo Kompartiyasi, mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarni jenosidga qirg'in qilayotgan Jungo Kompartiyasi kishilik huquq va tinchlik degan tanimaydi, bilmaydi vatanni, bildam tanimaydi. Chunki bu davlatlarga, masalan, Irondek, Jungodek davlatlarga bir vosita. Shu davlatlarning vositasi qandoq bo'layotgan bo'lsa, bu davlatlarga shundoq vosita bilan muomala qilgandilar, bu davlatlar andan hushini chiqalaydi vatandosh. Anda cho'chib ketib, "Nim bo'ldim men?" deyalaydi vatandosh. Bu mumkin emas. Chunki o davlatlarning mohiyat mustabidizm, despotizm vatandosh, mustabidizm. Bundan voz kechgan kun o'zini saqlab qololmaydi. Bundan voz kechgan kun o'zi mansub bo'lgan partiyani saqlab qololmaydi. Va bundan voz kechgan zo'ravonlikdan voz kechgan kun o'zining partiyasi emas, siyosiy hokimiyatini saqlab qololmaydi vatandosh. Shuning bu yerda prezident Donald Trumpning endi orliqda o'rnida bu yana kelayotgan tinchlik deb urush deb chiqayotgan so'zlariga endi bu tinchlik plan emas. Hozir 6 dan ortiq to'qinishni yo'qotdi. Endi Hamas bilan Isroiliya o'rtasidagi to'qinishni tugatdi, yo'qotdi. Balki uzun muddatlik debdi, shunga qaraganda bu qatam O'rta Sharqda ishga oshadigan tinchlik musobaqasi uzun muddatlik bo'ladi. O'shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning g'alabasi bo'lib hisoblandi vatan.